Assalomu alaykum hurmatli tomoshabin. Kanalimizga xush kelibsiz. Kunning eng tezkor hamda muhim yangiliklari bilan Daryo o'z yana e'tiboringiz markazida. Hurmatli tomoshabin, videoroligimiz ostida bir dona like hamda podpisatsiya tugmachasini bosib qo'yishni yodingizdan chiqarmang. Qozog'istonning Kostanay viloyatida xorijiy yo'lovchilar bo'lgan mikroavtobus yuk mashinasi bilan to'qnashib ketdi. Oqibatda 6 kishi halok bo'ldi. Bu haqda viloyat politsiya departamentiga tayanib Nur KZ xabar berdi. Qayd etilishicha, hodisa bugun 20-may kuni ertalab Olmaota-Yekaterinburg avtomagistraldagi Qayrak chegara postidan taxminan 2 kilometr uzoqlikda yuz bergan. 10 nafar xorijlik yo'lovchi bo'lgan Ford Transit mikroavtobusining haydovchisi DAF yuk mashinasi bilan to'qnashgan. Yo'l transport hodisasi oqibatida 6 kishi voqea joyida halok bo'lgan. Yana 5 kishi turli darajadagi tan jarohatlari bilan Qorabaliq tuman shifoxonasiga yotqizilgan. Ularning qaysi mamlakat fuqarosi ekani ochiqlanmagan. Kostanay viloyati politsiya departamentiga ko'ra, mazkur holat yuzasidan Jinoyat kodeksining 245-moddasi 4-qismi transport vositalarini boshqarish yoki ekspluatatsiya qilish qoidalarini buzish oqibatida yoki undan ortiq odamning ehtiyotsizligi oqibatida o'lishi bo'yicha tergov boshlanib, hodisa joyida tergov tezkor guruhi ish olib bormoqda. Mart oyida Qozog'istonning Aqto'be viloyatida ichida 33 nafar O'zbekiston fuqarolari bo'lgan avtobus yo'l transport hodisasiga uchraganda, yo'lovchilar yo'lning xavfsiz qismida joylashgan zaxiradagi avtobusga evakuatsiya qilingan. Qurbonlar bo'lmaganligi aytib o'tilgan edi. Hurmatli tomoshabin, yo'lda yuradigan barcha tanishingizni ogohlantirib qo'yishni hamda ushbu videoni ularga tashlab qo'yishni yodingizdan chiqarmang. Barcha yaqinlaringizni Alloh o'z panohida asrasin. O'tganlarni esa Alloh rahmatiga olgan bo'lsin.